Aziz do'stlar, Ozoda Nursaidovani Dilbarim klipidagi Sabrinani, ya'ni Sabrina ismli qizni bosib ketgan rolda bo'lgan qiz uzr so'rab chiqdi. Videoni ko'ramiz. Ushbu qizni kechirmaslik albatta Sabrinaga hamda xalqqa bog'liq. Kommentariyada o'z fikrimizni yozib qoldiramiz. Hammaga assalomu alaykum. Men video qilishimdan maqsad Sabrina bilan so'ramoqchiman. Borgan o'sha больницаga borgan birinchi kundan uzr so'rash boshlaganman. Hozirgacha ham so'rayman. Hamma oldida yana bir uzr so'ramoqchiman. Men juda ham shokda edim. Stressga tushib qoldim. Juda ham qattiq. Ham onam operatsiya bo'lganlar. Ularga qarashim kerak edi. O'shaning uchun shu kungacha video qilib chiqa olmadim. Men 16 yoshman. 17 ga ham to'lmaganman. Lekin men yosh bo'lishimga qaramasdan hech kim ayab o'tirmadi. Katta bo'lsa ham. Lekin shunda ham boshqalarning xatosini men aytmasligimni so'rashdi. Shunda ham Allohning sinovi bilan rolga men to'g'ri kelib qoldim. Shu men sabab chiqib qo'ydi Allohim. Va qonun oldida men javob berishdan qochmadim va qonun doirasida javob berishga ham tayyorman. Aziz do'stlar, ushbu bo'lib o'tgan voqealar yuzasidan Ahad Xoyam ham o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Ya'ni ushbu holat yuzasidan videoni ko'ramiz hamda Ahad Xoyamning fikrlariga e'tiborimizni qaratamiz. Agar mana shu voqea doirasida agar qonun idoralarimiz 100% meni aybdor deb topadigan bo'lsa, men 100% javob berishga tayyorman. Chunki hozir voqea tafsilotlarini o'rganadigan bo'lsam, u yerda ssenariyda bo'lmagan narsa olingan deyilyapti yoki o'sha rolda bo'lgan qizimiz nomi bilan bog'liq juda yomon gaplar gapirilyapti. Meni nomim bilan bog'lab gapirishyapti. Va shu narsani bilishlarini xohlardimki, birinchi navbatda u yerda Sabrina meni shogirdim. Meni jamoamda ijod qilgan qiz, meni jamoamda 20 dan ortiq yigit qizlar ijod qiladi. Men ma'lumot o'rnida aytishim kerakki, o'sha menga nisbatan bir nima deydi, xohlagan gapini gapirayotgan o'zimiz do'stlarimiz Shuhrat Mavlonov va boshqalarga aytmoqchimanki, shaxsan meni o'zimni studiyamda Toshkent shahrida ish boshlagan insonlarsizlar. Shu ozgina shu ro'za Ramazon oyida odamda vijdon bo'lishi kerak. Sizlarning o'rinlaringizda ham men o'sha yerda 4 oy mobaynida mana birinchi 2 oyni aytadigan bo'lsam, men o'sha yerda 100% o'sha Ozoda Nursaidova jamoasi bilan birgalikda o'sha yerda harakat qilganmiz va Sabrina va Sabrinaning oilasi Nodira opa, sizlar o'sha yerda bo'lgan voqea, o'sha Sabrinaning operatsiyasidan boshlab bugungacha bo'lgan voqealarni to'liq tafsilotlarini ochishlaringizni xohlayman. Bu yerda maqsad Sabrinani agar oyoqqa turg'izish bo'ladigan bo'lsa, rostdan ham maqsad shu bo'ladigan bo'lsa, Ozoda Nursaidovani nomiga dog' tushirish yoki o'sha rolda bo'lgan qizimiz Sevinchni sha'ni bilan bog'liq bu yerda juda katta masalalar ketyapti. Agar mana shu voqealar doirasida 5 ta 6 ta odam nomiga dog' tushirish agar maqsad qilingan bo'lsa, endi men bilmadim. Agar bu yerdagi bor tafsilotni, agar bu yerdagi bor o'sha yerda bo'lgan bor narsani, agar haqiqatni o'sha yerda bu jamoa qanchalik harakat qilinganligi yuzaga chiqmas ekan, bu voqea davom etaveradi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, men o'sha ST Travel kompaniyasi bilan 5 yillik shartnomam bor. O'sha juda katta menga gonorar to'lashadi va men o'sha ular aytgan shaharlarni reklama qilaman. Men hech qayerga qochib ketganim yo'q. O'sha dekabr oyida Dubay sayohatim, mart oyidagi Vyetnam davlat shaharlarini qilayotgan sayohatlarim, bu meni shartnomam, bu juda bir necha oy oldin kelishilgan shartnomalar. Men har doim qonun idoralari oldida hamma javob berishini xohlayman va o'sha hammasi qonun doirasida hal qilishni xohlayman. Iltimos bilib bilmay tuhmat qilmayman.